Nasib bo'lsa Hindistonga ketyapman. O'zbekistonga chiroyli bola olib kelaman. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli, musofirlar. Sizlar va bizlar kutgan kunlar keldi va inshaalloh Foziljonning oxirgi operatsiyasiga jo'natyapmiz. Hozir biz Toshkent xalqaro aeroportidamiz. Foziljonning Hindiston davlatiga oxirgi operatsiyasi plastik jarrohlik amaliyotini amalga oshiradi. Foziljonga kuch-quvvat tilab qolamiz, Foziljonga duo qilib qolamiz inshaalloh. Foziljonning irodasi kuchli, ko'pchilik biladi. Mana shu Foziljonga omad tilaymiz. Allohdan duo qilib, albatta so'raymiz, chiroyli bo'lib O'zbekistonga qaytib keladi va sizlarga inshaalloh yuzlarini chiroyli holatida ko'rsatamiz. Bizani faqat videolarimizni o'tkazmasdan tomosha qiling, bizani kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham ko'p yaxshiliklarni qilishda davom etamiz. Foziljon ko'plab operatsiyalarni boshidan o'tkazdi. Hozir 3-operatsiyasi. Inshaalloh biz qo'llab-quvvatlab turishda davom etamiz Foziljonni. Bizani kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, bizani videolarimizga like bosib, bizani qo'llab-quvvatlab turishda davom etinglar. Assalomu alaykum hammaga. Nasib bo'lsa Hindiston davlatiga ketyapman. O'zbekistonga chiroyli bola olib kelaman. Men uchun duoda o'tiringizlar. Hammangizga katta rahmat. Men uchun oxirigacha yonlaringizda emaningizlar uchun. Hammangiz sog'lig'ingizlar, omonligingizlar. Men sizlar uchun doim duodaman. Sizlardan bir minnatdormiz. Xayr, ko'rishguncha. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Hammalaringiz yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Hamma sog' salomat yuribdimi? Musofir yurtdagi aka-opalarimiz, sizlar yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Charchamasdan yuribsizlarmi? Mana bizlar kutgan kun va nihoyat keldi. 3-operatsiyamizga ham sizlar tufayli yana ketyapmiz. Hammangizga kattakon rahmat. Umrlaringizdan baraka topingizlar. Sizlar tufayli shuncha daraja narsalar yongacha 3-operatsiyamizgacha erishdik. Biz juda xursandmiz. Bu kunlar mana shu kunlar narsa ortda qoladi, xudo xolasa. Nasib bizlar shu o'g'limni chiroyli Hindistonga olib borib, chiroyligida qilib qayta olib kelamiz. Nasib duoda bo'lib turingizlar bizlar uchun. Rahmat sizlarga. Hammangiz doim sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Hammani topganini barakasini bersin, birlaringizga ming bersin. Hamisha sog' bo'lingizlar. Shahbozbekka ham kattakon rahmat, umridan baraka topsin, bizlar shu darajaga yetkazgani uchun. Ishlaringiz rivojini bersin. Hamisha hamma sog' salomat bo'lsin, omon bo'lsin. Nasib bo'lsa bizlar Hindistonga eson-omon yetib olaylik. Duo qilib turingizlar bizlar uchun. Nasib o'g'limni chiroyli yigit qilib O'zbekistonimizga qaytib kelaylik. Rahmat sizlarga. Hamma sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Nasib bo'lsa Hindistonda eson borib kelib O'zbekistonda ko'rishguncha omon bo'lingizlar. Rahmat sizlarga.